O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet markazi 3, 4 va 5-iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikamizning shimoliy hamda cho'l hududlarida 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. 3 va 5-iyulda ayrim joylarda 20-25 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 25-30 daraja issiq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.